Xitoy pistollarimiz assortiment sekin kelishni boshladi. Hozir obzor qilib beraman. Bundan tashqari sizlarga mana ko'p turibsizlar. Pistollarimiz assortimentini mana shu bir rang olasizlar, farqi yo'q. Qaysi rangni tanlab olasizlar. Mana misol uchun chiroyli kamilonda unga moslab bizda nima bor? Pistollar har xili bor. Mana bu yoq boshidan boshlab mana bu yoqda ketdi. Bundan tashqari sig'magandan bu yoqqa kelganmiz. Bu yoq tarafda ham bor. Mana bu yerda ham osilmagan qanchasi bor-da. Mana endi o'zingizga moslab assortiment yig'olsangiz bo'ladi. Xustalda ham, bu yoqda mana o'tsangiz bo'ladi. Yaponskiy pistolni assortimentini mana shu rangga moslab pistolga moslab bisir kerak bo'ladi. Bisir ham bor bizda. Bu yaponskiy xolisanglar bu qimmatli qiladi desanglar mana bu yoqda Xitoyga arzoncha bisirimiz ham bor-da. Xolisanglar bundan moslab olib ketsanglar bo'ladi. Buning narxi 15 ming so'm bo'lgan. O'zi 20 ming edi. Hop, yaponskiy bisirlarimiz 55 ming so'm. Xustallar narxi o'zi har xil. Mana bu Xitoy pistollarimiz narxi keladigan bo'lsa 15 mingdan. Bu dona narxi, iltimosinglar ancha arzon qilib beramiz. Tepasi teshikliklar 8, 10, 12 razmerlari, bu yoqda to'rlilarning ranglari. Pastda однотонный ranglar, tepa o'rniga hamilon ranglar. Donalab gruppaga qo'yamiz. Menimcha donalabdan ko'ra mana shu ob'yomda qanaqa rang kelganini ko'rsatib bergan menimcha ma'qul. Sizlarga to'g'rimi yo donalab rasmini tashlagan ma'qulmi? Qaysi biri? Hammasi to'g'ri razmer.